Assalomu alaykum. Hammaga yana bir bora xayrli kun, hurmatli foydalanuvchilar. Men bugun judayam ko'p ijtimoiy tarmoqlarda so'zga olinayotgan, tilga olinayotgan narsa xakerlar, firibgarlar, xakerlar deyapti. Soxta operatorlar oqida-ko'kida deyapti. Kim nima desa deyapti. Bir narsani yaxshilab tushunib olingizlar. Xakerlarning ishi yangi chiqqan telefon dasturini o'rganadi ular. Kamchilik va xatolarni topib, o'shani kompaniyaga istasa, xohlasa ko'rsatadi, xohlasa o'sha kompaniyani kamchilik va xatolardan foydalanib daromad qiladi. Ularni o'sha kompaniyani telefonlarini, dasturiy ta'minotlardan ma'lumotlar asosan sotib, ular foyda ko'rishadi. Ma'lumotlar qanaqa ma'lumotlar? Yashash manzillar, kuzatish manzillar, qayerga borgan, shu kabi ma'lumotlar bilan shug'ullanadi. Kerakli odamlarga beradi yoki kerakli odamlarga taqdim qiladi. Xullas shunaqangi ishlar bilan shug'ullanadi. Ya'ni bunaqangi mayda-chuyda kod yubordik, uni ayting. Unda bir 100 ming, 50 ming, borsa 500 ming, 1 million. To'g'risi bu pullarga qarab qolgan joyi yo'q xakerlarni. Unaqa ishlarni qiladiganlar firibgarlar hisoblanadi. O'sha kompyuterni yaxshi tushunishadi ular ham. Bilimlari nisbatan ancha yaxshiroq. Kompyuterni yaxshi tushunishadi, dasturlarni yaxshi tushunishadi, lekin xakerlarning bilimidagi darajadagi emas. Shuni bilish kerak. Xakerlar agar niyati bo'lsa, ular butun bir saytni qulatib yuborishi mumkin. Qo'ldan keladi. Xohlasa YouTube, masalan, YouTube.com sayti, xohlasa bank saytlariga hujum uyushtirishi mumkin. Tizimni to'laqonli ishdan chiqarib, bularni shpion qilib ketoladi. Qo'ldan keladi. Bu bir necha marotaba bo'lgan ham. Milliard pullarni supurib ketgan. Qo'ldan keladi. Ya'ni u sizdan hech qanaqangi linkni va kodni so'rab o'tirmaydi. Biz shu narsalarni oldin farqlab olishimiz kerak. Firibgarlar kompyuterni yaxshi tushunadigan o'g'rilar desak to'g'ri keladi. Firibgarlar shu toifaga kiradi. Ular dasturiy ta'minotni yaxshi tushunashadi. Masalan, 50-60% yaxshi tushunashadi. Va o'ta psixolog odamlar bo'lishadi ular. Va turli tuman APK, link yokida bonus, aksiya, mashhur kompaniyalar, brendlardan foydalanib o'g'irlik qilishadi. O'g'irlik qilishadi. Xakerlarning esa turi ular o'sha yuqorida aytgandek telefon, televizor, kompyuter farqi o'sha dasturiy ta'minotning kamchiligini topib, undan istasa daromad qiladi. Asosan ma'lumotlar sotadi. Ular mayda-chuyda ishlar qilmaydi. Biror bankni uradi, dasturiy ta'minotini buzib, virus yuboradi. Xullas shunaqangi katta-katta ishlar bilan shug'ullanadi. Xo'p, bizlar firibgarlar haqida gaplashyapmiz. Bugun firibgarlar juda ham ko'p ular. Soxta qo'ng'iroqlar 71, 78 shahar telefon raqamlari orqali oddiy odamlarga qo'ng'iroq qilishib yoki davlat ishida ishlaydigan odamlarga qo'ng'iroq qilishib, falonchi narsa yoki biror bir xizmatni ulab berishini taklif qilishadi. Mana shunaqangi takliflar, aksiyalar yoki bonuslar, siz buyurtma qilgan ekansiz kabi narsalar siz bo'lsa, qo'ng'iroq qilishsa, qo'ng'iroqni uzog'i 1 daqiqada yakunlang. Uzog'i 1 daqiqada yakunlashga harakat qiling. Va keyin siz ko'pchilikda Infinix texnolarda ayrim modellarda Google telefon yo'q ilovasi. Redmi'da ham ayrim telefonlarida yo'q. Mana shu Google telefon ilovasini tortib oling. Ko'pchilik bu telefon ilovasi yangilanganda noqulayliklari, odamlar interfeys ko'rinishlari odamlarga yoqmaganda, bu yo'q, aslida ajoyib telefon ilovasi. Google mana shunaqangi firibgarlar, soxta qo'ng'iroqlardan himoya qiluvchi tizimni sozlamalarga kiritgan. Ushbu tizimlarni yoqib qo'ysangiz,
bezovta bo'lmaysiz ortiqcha. Xullas shunaqa gaplar. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.